So I do believe that psychology is a key aspect in not only in, let's say, teaching students, but also to become a facilitator. Zaruriyati bor ekan. O'qitishga, metodika yangicha yondashuv bilan qarash kerak ekan, milliy o'quv dasturiga asoslanish kerak. Bugun fan dasturlari yaratilayotgan o'quv rejalari, bularning barchasi milliy o'quv dasturiga qanchalik mos uzviyligini qarab, har bitta mutaxassislik ko'rib chiqish kerak deymiz. Bugun endi to'xtalmoqchimiz, milliy o'quv dasturi qaysi masalalarni qo'yaptiki, bizga bu qaysi biriga biz to'g'ri kelaversa degan masalalar bor. Hamkorlikda tashkil etilgan sinergetik yondashuvlar, ta'limda sinergetik yondashuvlarni tatbiq etish muhim vazifamiz deb hisoblayman. Sinergetik yondashuv xalqaro hamkorlikni tashkil etish, jamoalarni o'zaro hamkorligini tashkil etish, talabalar hamda pedagoglar o'rtasida o'zaro muloqotni mustahkamlashga qaratilgan asosiy ilmiy mavzulardan biri hisoblanadi. Psixolog hatto biz otalarni kuchli deb o'ylaymiz, lekin bugun otalarimizga, bizning bolalarimizga, qayg'urayotgan otalarimizga ham psixolog yordami kerak deyishdi. Men o'ylayman, mana shu sinergetik yondashuv e'tibor bersangiz, mana Moodle, LMS, Hemis, Smart LMS va Akademiya va hokazo mana biz ham oxirgi ustunda shu tizimlarga o'zimizni joyiz ko'rdik. Bu yerda ularni ham ma'lum bir ko'rsatkichlari keltirib o'tilgan. Javob yozib beryapti, katta muammo. Chunki bola o'zi o'ylayapti-da, o'ylashni to'xtab qolyapti. Bunga ham savol bola